Futbolda ba'zi futbolchilar bor. Ular gol uradi, ba'zilari o'yinni yutadi. Neymar esa lahzani yaratadi. Bitta harakat va stadion portlaydi. Lekin Neymar hikoyasi faqat sehr haqida emas. Bu hikoya xavf haqida ham. Chunki Neymar bilan har doim bitta savol yonma-yon yuradi. U qanchalik buyuk futbolchi bo'lishi mumkin edi? Agar futbol unga shafqatsiz bo'lmaganda, u dunyoni kuldirgan, u dunyoni asabiylashtirgan, u dunyoni bahsga majbur qilgan. Ba'zilar uchun u sehrgar, ba'zilar uchun isrof bo'lgan iste'dod. Lekin bitta haqiqat bor. Neymar hech qachon oddiy futbolchi bo'lmagan. U ko'cha futbolini stadionga olib kirdi. U erkinlikni tizim ichiga solib yubordi. Va shuning uchun ham u hech qachon hammani rozi qila olmadi. Chunki sehr har doim xavf bilan keladi. Bu video Neymarni oqlash uchun emas, uni tushunish uchun. Bu sehr va xavf o'rtasida qolgan futbolchi, ya'ni Neymarning hikoyasi. Like bosib obuna bo'ling, biz boshladik. Neymar futbolni stadionda o'rganmagan, u futbolni ko'chalarda o'rgangan. Bu yerda chiziqlar yo'q, qoidalar yo'q, vaqt yo'q. Bu yerda faqat bitta narsa bor: tirik qolish. Tor maydon, kam joy, doimiy bosim. Shu sabab Neymar tez emas, chaqqon bo'ldi. U kuchli emas, ayyor bo'ldi. Futbol uning uchun mashq emasdi. Futbol bu refleks edi. Bu yo'lda uning yonida doim bitta odam bor edi, otasi. U Neymarni himoya qildi, u Neymarni boshqardi, ba'zan esa haddan tashqari ishonib yubordi. Bu himoya keyinroq ham foyda berdi, keyinroq esa bahsga aylandi. Bolaligidan Neymar boshqalardan ajralib turardi. U fintni o'ylab qilmasdi, u fintni his qilib qilardi. Bu murabbiylar uchun ham muammo edi, chunki bunday iste'dodni tizimga solish qiyin. Men futbolni hech qachon reja bilan o'ynamaganman. Men uchun to'p o'yinchoq edi. Ko'chada o'ynagan paytlarimda hech kim mendan taktika so'ramasdi. Shunchaki omon qolish kerak edi. Balki shuning uchun men doim o'zim bilan o'ynadim. Agar men futbolni jiddiy ish deb qabul qilganimda, balki bu sehr bo'lmasdi. Bu bolalik Neymarni intizomli qilmadi. U Neymarni erkin qildi. Va aynan shu erkinlik keyinchalik uni ham buyuk qildi, ham bahsli. Chunki Braziliyada erkin futbolchini ko'tarishadi, lekin bir kun kelib butun mamlakat undan qahramon bo'lishni talab qiladi. Braziliyada futbolchi bo'lish bu kasb emas, bu hukm. Agar sen porlasang, seni osmonga ko'tarishadi. Agar sen o'chib qolsang, seni unutishadi. Neymar porladi. U 17 yoshida maydonga chiqdi va ko'p o'tmay hamma gap u haqida bo'ldi. Fintlar, kulgi, gol. Bu shunchaki iqtidor emasdi, bu shou edi. Va aynan shu joyda muammo boshlandi. Neymar endi Neymar emasdi, u yangi Pele edi. Bu ism ko'tarish uchun juda og'ir. Santosda men juda yosh edim, lekin odamlar mendan kattalarcha javob kutardi. Yangi Pele deyishardi. Meni esa shunchaki o'ynagim kelardi. Ba'zida bosimni ko'tarish qiyin bo'lardi, lekin men futbolni to'xtata olmasdim, chunki u mening yagona quvonchim edi. Santos uni himoya qildi, muxlislar uni sevdi, lekin har bir o'yin bilan bosim ham oshdi. Har bir fintdan keyin savol tug'ildi. Bu san'atmi yoki mas'uliyatsizlik? Ba'zilar Neymarni osmonlarga ko'tardi, ba'zilar esa uni tarbiyalashni xohlardi. Lekin u bitta narsani o'zgartirmadi. U o'ynashni davom etdi. Santos bilan u Libertadoresni yutdi. Braziliyada yana umid paydo bo'ldi. Neymar endi bola emasdi, u rams edi. Va bu rams uchun Braziliya bitta narsani istardi: Yevropani. Endi savol boshqa edi. Bu sehr Yevropada ham ishlaydimi? Yevropa Neymarni kutmadi. Yevropa Neymarni talashdi. Bir tomonda Real Madrid, pul, Galacticos, darhol yulduzlik. Boshqa tomonda Barselona, uslub, tizim, sabr. Bu tanlov oddiy transfer emasdi. Bu kim bo'lish tanlovi edi. Real Neymarni darhol markazga qo'ymoqchi edi. Sen bizning kelajagimizsan deyishdi. Barselona esa boshqa narsani gapirdi. Avval o'rgan, keyin porla. Neymar Barselonani tanladi. Bu xavfli qaror edi, chunki u yerda allaqachon Messi bor edi. Messining yonida porlash hamma uchun ham emas. Bu yerda Neymar erkin emasdi. Bu yerda har bir harakat sinov edi. Fint ham, kulgi ham nazorat ostida edi. Lekin aynan shu bosim ostida Neymar bitta narsani o'rgandi: intizomni. U endi shunchaki shou qilmasdi, u o'yinni tushuna boshladi va sekin-asta Camp Nouga ham moslasha boshladi. Barselona Neymardan sehrni olib tashlamadi, u sehrni yo'naltirdi.
Lekin oldinda Neymarda eng yorqin davr kutardi. U yerda u yolg'iz emasdi. U yerda tarixiy uchlik bor edi. Ba'zan futbol tarixida shunday lahza bo'ladi. Hamma narsa joyiga tushadi. Barselona uchun bu lahza MSN triosi edi. Messi, Suarez, Neymar. Ular tizim emasdi, ular instinkt edi. Messi aql, Suarez ochlik, Neymar esa erkinlik edi. U maydonda kulardi, u raqibni masxara qilardi. U futbolni yana bolalarcha o'ynardi. Bu Neymar o'zini yashirmadi. Bu Neymar o'zini tiymadi. Bu eng sof Neymar edi. Va eng katta sahnada ham u yo'qolmadi. 2015-yil Chempionlar Ligasi, finallar, remontadalar, eng og'ir daqiqalar. Neymar o'sha paytda shunchaki sherik emasdi, u hal qiluvchi edi. Bu davrda Neymar Messidan yashirinmadi, u Messidan qochmadi. U Messining yonida yanada kuchli bo'ldi. Barselona menga futbolni boshqacha tushuntirdi. Messining yonida o'ynash bu maktab. U gapirmaydi, lekin hamma narsani ko'rsatadi. Men u yerda sabrni o'rgandim. Ba'zida sen yulduz bo'lishni xohlaysan, lekin avval futbolchi bo'lishing kerak. Lekin aynan shu joyda bitta savol paydo bo'ldi. Agar u shu darajada yaxshi bo'lsa, nega u har doim ikkinchi bo'lib qolyapti? Messi bor joyda birinchi bo'lish qiyin. MSN Neymarga hamma narsani berdi. Kuboklar, e'tibor, muhabbat, lekin u bitta narsani bermadi. Markazda bo'lishni. Va Neymar uchun eng xavfli fikr paydo bo'ldi. Men yolg'iz bo'lsam-chi? Braziliyada futbol o'yin emas, bu umid. 2014-yilda esa bu umid bitta futbolchiga bog'lab qo'yildi. Neymar. U hali yosh edi, lekin undan afsona bo'lishni kutishardi. Har bir gol najot, har bir dribling taskin. Butun mamlakat uning oyog'iga qarab turardi. U o'ynadi, u tortdi, u yetakladi. Lekin futbol har doim ham adolatli emas. Bir to'qnashuv, bir lahza va hammasi to'xtadi. Orzu, shovqin, harakat. Neymar bu turnirni maydonda yakunlay olmadi. U ketdi, lekin umid ham u bilan ketdi. Keyin esa butun mamlakat jim bo'lib qoldi. 7-1. Stadion sukunatda. Bu o'yin Neymar haqida emasdi. Lekin Neymar bo'lmagan joyda Braziliya o'zini yo'qotdi. Bu tanaga olingan jarohat emasdi, bu ruhiy jarohat edi. 2014-yil meni o'zgartirdi. Men butun Braziliyaning umidini his qilganman. Jarohat olganimda nafaqat tanam, balki yuragim ham sindi. Men maydonda bo'lmasam ham mag'lubiyatni o'zimniki deb his qildim. O'sha paytda futbolchi qanchalik yolg'iz ekanini tushundim. 2014-yil Neymarga bitta narsani o'rgatdi. Sehr yetarli emas, yolg'iz bo'lish xavfli. Va aynan shu lahzadan keyin Neymar boshqa narsani xohladi. U endi sherik emas, markaz bo'lishni xohladi. 2017-yil futbol tarixidagi eng qimmat transfer. Neymar 222 million yevro. Bu summa futbolchi sotib olmaydi, bu summa umid sotib oladi. Parij Neymardan bitta narsani xohlardi. Messining soyasisiz yulduz bo'lishni. Bu yerda u sherik emasdi. Bu yerda u markaz edi. Erkinlik, yetakchilik, mas'uliyat. Lekin shu bilan birga har bir harakat ostida savol. 222 million yevrolik futbolchi shunaqa o'ynaydimi? Har bir fint sud qilindi, har bir yiqilish masxara qilindi. Neymar yana sehr qildi, lekin bu safar kulgu kamroq edi. Chunki Parij sabrli emasdi. Keyin esa jarohatlar boshlandi. Eng muhim o'yinlar oldidan, eng muhim daqiqalarda. PSG Neymarga Chempionlar Ligasini ishonib topshirdi, lekin futbol unga qayta to'sib qo'ydi. U har safar qaytdi, u har safar urindi, lekin Parijda bitta savol yo'qolmadi. Bu yerda muammo Neymar edimi yoki yuk juda og'irmidi? Odamlar faqat ko'rganini baholaydi. Ular jarohatning og'rig'ini his qilmaydi. Men hech qachon maydonga chiqmaslikni xohlamaganman. Lekin ba'zida tanang sen bilan kelishmaydi. Men har safar qaytishga harakat qildim, chunki futbolni tark etishni tasavvur ham qila olmasdim. PSG Neymarga markaz berdi, lekin u bilan birga eng sovuq bosimni ham berdi. Va vaqt o'tgan sari bitta haqiqat ko'rina boshladi. Sehr yolg'iz bo'lsa tezroq sinadi. Neymar PSJda hech qachon yomon o'ynamadi. Muammo boshqa edi. U doimiy o'ynay olmadi. Bir jarohat, keyin yana biri va yana. Eng muhim o'yinlar oldidan, eng muhim oylar ichida. Chempionlar Ligasi keladi, Neymar ketadi. Va shu joyda bahs boshlanadi. Ba'zilar u o'ziga qaramaydi, boshqalar esa u juda ko'p fint qiladi. Neymar esa jim qoldi.
U o'sha Neymar edi. Texnika joyida, tasavvur joyida. Lekin tanasi endi doim ham bardosh bermasdi. Bu esa eng og'ir savolni tug'dirdi. Neymar hali ham eng yuqori darajaga mosmi yoki futbol undan asta-sekin uzoqlashyaptimi? Parij Neymarga markazni berdi, lekin vaqt undan barqarorlikni talab qildi va oxir-oqibat ikkalasi ham bir vaqtda yashay olmadi. Shu sabab hikoya yana burildi. Bu safar umuman boshqa tomonga. Bir kuni Neymar Yevropani tark etdi. Bu qochish emasdi, bu qaror edi. Pul rekord, shartnoma tarixiy, lekin futbol boshqa darajada edi. Bu yerda Chempionlar Ligasi yo'q, bu yerda bosim yo'q, bu yerda tarixiy kechalar yo'q. Hayotda ba'zan futbol emas, tinchlik muhim bo'ladi. Men qaror qildim. Bu qaror hammaga yoqmasligini bilardim, lekin bu men uchun kerak edi. Men futbolni yo'qotmadim. Men faqat o'zimni topishga harakat qildim. Neymar bu yerda o'ynash uchun emas, tana bilan kelishish uchun kelgandek edi va futbol yana unga qarshi chiqdi. Jarohat, uzoq tanaffus. Bu transfer Neymarga tinchlik berdi, lekin futbolni undan uzoqlashtirdi. Shu payt butun dunyo bir savolni berdi. Bu yakunmi? Ba'zilar Neymar tugadi deyishdi, lekin Neymar hikoyasi hali yopilmadi. Chunki ba'zan futbolchi oxirgi sahnani shovqin bilan emas, xotirjam o'z uyida yozishni xohlaydi. Neymar hali faoliyatini yakunlamadi, lekin u endi hamma bilgan Neymar emas. U endi shoshilmaydi, endi isbotlashga urinmaydi. Bugun Neymar tanasi bilan kelishmoqda, vaqt bilan muzokara qilmoqda. U biladi, futbol endi kechirmaydi. Har bir o'yin sovg'a, har bir daqiqa bu imkoniyat. Braziliya hamon uni kutyapti. 2026-yil oxirgi katta sahna bo'lishi mumkin. Lekin bu safar u najotkor emas. U tajriba. U o'rgangan, u yengilgan, u qaytgan. Neymarni sevish oson emas. Uni tushunish undan ham qiyin. Chunki u futbolni faqat yutish uchun emas, his qilish uchun o'ynadi. Va shuning uchun ham u hech qachon oddiy bo'lmadi. Bu video Neymarning oxiri haqida emas. Bu video sehr qachon va qanday narx to'lashini ko'rsatadi. Men hali tugatmadim, lekin men hamon bir xil odam emasman. Bugun futbolni boshqa ko'z bilan ko'raman. Agar yana katta sahnaga qayta olsam yaxshi. Agar bo'lmasa ham men futbolni chin dildan yashagan bo'laman va bundan uyalmayman. Neymar sehr va xavf orasida.